Biza bugun Aquaterm 2025 xalqaro ko'rgazmadamizni stendlarni birga ko'ramiz. Keldi, bizga kelib aylanmoqmiz. Mana Usmon akam bilan ko'rib, hamma yangiliklar buyurib, juda ham ko'p. Va yangiliklar bilan tanishish, afzalligini bilish va uni qo'llash. Xullas, to'g'ri. Endi rosterni qo'llash bo'yicha birinchi o'rindalar. Yana bilmadim dedi, yana bilmadim. Aquaterm diskasida bizning asosiy hamkor ustozlarimizdan proyekt temasida shu inson amal akam bilan birlashishimiz, ani 32 talik kategoriya qanaqa qilib ikkita narsa degan savollar bo'ladi-yu. O'sha savollarning javobini tegida shu inson turadilar. Bular hisob kitoblarga tayanib, asoslanib biz bu yerda montajlarimizni qilamiz. Bular ham hozir qalam proyekt qilib yangi brend ochishni o'rnigini brend retorim. O'zim brendi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana Aquaterm 2025 ikkinchi kuni va odamlarni ko'rib turibsizlar. Alhamdulillah Qalam Project brendi ostida faoliyatimizni yuritishni boshladik. Shu Aquatermdan boshlab bundan buyog'iga bizning proyekt Adel Qalam Project deb ataladi va shu brend ostida faoliyat olib boramiz. Bundan oldin ham faoliyat olib borganmiz. Shu faoliyat davomida Usmon akam bilan ancha-muncha odamlar ishonib bo'lmas proyektlarni amalga oshirganmiz va uddalaganmiz desak xato qilmaymiz. Yana oshirib kelyapmiz. Bu davomiy bo'lsin hamkorligimiz va hammaga manfaatli bo'lsin. Asosiy shu. Shu bizlarni hozir eng anaqamizda zavodimizda yo'nalish metalloplast. Bizlar 20-30 kunda уже skladimizda bo'ladi. Bu yengilisi. Bu yengillik. Narx-navosi 70 sent oralig'ida bo'ladi. Yevropaniki bilan konkurent qilsa bo'ladi bemalol. Sifati o'sha 10 yil garantiya beryapti zavod. Fittinglarimizni Aksiyalik Yevropanikidan narxida qanchalik raziyasi birga birmi yo arzonroq chiqib beradilar? birga bir arzon chiqib beradi. Keyin buni yana bizning bitta narsamiz, aksiyalik fittinglarimiz gilzalari ham latun. Mashina bilan qilingan eng katta obyektivlar. Nestonda ham bor obyektimiz, Toshkent City'da ham bor. Sizni ham ishlaringizda bir yaxshi natijalarni ko'rish niyatim bor. Xudo xolisi. Bo'ldi. Endi hali sinovdan o'tayotgan narsa yengillik narsa ekan. Xudo xolisi tanishtiruv bo'lsa, Farq akam bilan juda ko'p temada hamkormiz, hamrohmiz. O'shaning uchun hozir 2025 Aquatermda tanishuvlar davom etyapmiz. Barcha yangiliklarni Usmon akam kanallarida kuzatib boringlar. Asosiy yangiliklarni Usmon akam berib boradi. Bu yog'i Kelishilmagan joylar. Bunaqa kelishmagan kelishuv.